Ota-onani rozi qilish jannat eshigi kaliti bo'lsa, ularni norozi qilishlik, ularni ko'ngillarini ranjitish, dillarini xira qilishlik bu baxtsizlik va halokat sanaladi. Bir kishi payg'ambarimiz alayhisalomni oldilariga kelib, "Ey Allohning rasuli, ota-onani bolasidagi haqqi nima?" dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom "Huma jannatuka va naruka" dedilar. Ular seni yo jannating bo'lishadi, yo do'zaxing bo'lishadi. Ota-onasini duosini olib, ularni xizmatini qilgan odam jannat bo'ladi. Ularni ranjitgan, ko'nglini og'ritgan esa do'zax bo'lar ekan, Alloh asrasin. Allohning roziligi ota-onaning roziligida, Robbing g'azabi ota-onaning g'azabidadir dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. Demak, ularni biz Alloh bizga qanday muomalada bo'layotganligini bilishligimiz uchun ota-onalarimizga qilayotgan muomalalarimizga qaraylik. Uf deyapmizmi? Demak Alloh bizni suymaydi. Ota-onamizga gap qaytaryapmizmi? Alloh bizni suymaydi. Ota-onamizni doimiy holatda roziliklarini olishlikka bel bog'laganmizmi? Alloh bizdan rozi. Shuni biz o'zimiz ko'rib bilib, o'zimiz doimiy holatda tartibga solib tergab turishligimiz mana shu tomondan bo'lar ekan.